Sapir 1 sborkasining birinchi qismidamiz. Birinchi qism boshlandi va nihoyat salom hammaga, sizlar bilan Ascent. Biz va nihoyat Sapir 1 sborkasining birinchi qismini boshladik. Yana bitta iltimos, agarda shu skin menga unchalik yoqmadi, shunga o'zinglarda biron bir skin bo'lsa variantlar Ascent chatiga tashlab qo'ysanglar ham bo'ladi, lekin olib ko'raman, yo'qsa o'sha sizlar bergan skinda o'ynaymiz va o'yinni boshladik. Hozir yaxshi joydan spam bo'ldik menimcha. Endi bir aylanamiz. Hozirda men shader yoqdi menga. Solas shader. Judayam realistik va ko'zga yoqadi ranglar. Keyin Prismarinam bor, u judayam yorqin. Unchalik ko'zga qattiq tegadi, ko'zimga qattiq tegadi. Unda biz boshlaymiz va bu yerdan işte yasab olsak ham bo'ladi. 4 ta olamiz. Bu yetmaydi, shuning uchun bu bizga kerak emas. Bizga hozirda ko'mir va faqatgina tosh narsalar. Bularga hali boshladik va biz oldik, buniyam oldik va endi ko'mirni oxirigacha olamiz. Shu bilan o'zimizga biron bir uy qurishga joy qidirishimiz kerak va texnologiyalar rivojlantiramiz. Bunda texnologiyalar bor. Oyga o'tsa ham bilarkan. Bundan oldin men o'zim o'ylagandim, lekin u videoga olmaganman. Videoga olish qiziqishi yo'q edi desam bo'laveradi. Yo'q edi-da. Shunchaki bu gullar qaydan paydo bo'lgan bilmadim. Eng yomon ko'rganim shu gullar. Bular ko'pligidan, hattoki chuqur borligidan ko'rmaysiz. Shuni tushib ketasiz. Xo'sh, lava va qishloqcha. Shu yaqin orada qishloqcha yo'qmi? Qishloqcha topsak judayam yaxshi bo'lardi. Ko'ryapsizlar, ularni qo'lidan vashshi meni ko'rmaysiz, hech nimani ko'rmaysiz. Bizga bo'lsa temir kerak. Nimadir hozir buzildi shekilli, unchalik yaxshi ishlamadi. Bizda ovqat yo'q. Bizga ovqat kerak. Biz nimaga ishonib kirib oldik bu yerga hozir? Bilmadim. Bizga ovqat kerak. Ovqat. Bu yerda ovqat ham bo'lmaydi. Bo'rilarni qarang. Bo'rimi? Bu nima bu? Bilganlar kommentga yozib yuboringlar, lekin bu bo'ri emaskan, bo'ri deb o'ylagandim. Va nihoyat qo'y topdik. Bitta xolosmi? Qolganlari qani? Buzilgan parta. Naqotki buzilgan parta olma bo'lsa, o'qitilgan olma bo'lsa undan Ascent.
jim ketib joning yo'q yana. Bataqli gullar man bilaman. Sandiq va ki olamiz. Buni olamiz, buni ham olamiz, buni ham olamiz. Bu yoqqa. Bu yerda bironta yo'qmi? Bir mob qo'yib. Ozgina, mana kel. O'zi bir yer shunaqa joni bor yana qoch o'lmayapti bu. Jonga tegadiganlardan 13 ta. 13 nima qilaman? Qishloqchami? Da, qishloqcha. Ana qo'yat qishloqcha. Bo'ldi endi. İşimiz yengil bitadi. Bunda qaysi biridadir? Movie speed registration jumping bormi? Juda yengil sakrayapman. Yengil sakrayapman. Yangi strukturalar, lekin biz yangi strukturalarga qiziqib yo'q bizga. Bu yangimi eskimi? Bizga hozir faqat fakil. Bular nima qilishadi? Galem bor. Hammasini tiqoramiz o'zimizga. Buni olamiz, bildi ketdik. Endi navbat mana bu uyga va kiramiz. Oho. Temir kirkini olamiz. Buni olamiz. Tashlaymiz. Buni ham tashlaymiz. Buni ham tashlaymiz. Bildi. Buni bu yoqqa va tepada ham uy bor ekan, ko'rmabman. Menimcha poliz buzildi-yu. Siz bitta izimritga 6 ta non, 15 taga bitta izimrit. Hozir. Bu boshqa narsa ekan. Lajerlarmikin. Buncha ko'p. Bular. Chetdan to'da shu ko'pligi juda to'maga yoqmadi. Bu yerda hech narsa yo'q ekan. Qaytib tepaga chiqamiz endi hozir. Oy, sekinroq. Tepaga chiqish kerak qaytib. Va nihoyat tepaga ham chiqib oldik. Bularning eshigini endi topish kerak. Shuncha joydan chiqqanimga hech narsa bo'lmasa alam qilardi. Yo'q. Bo'ynizida hech narsa yo'q. Nima qilaylik? Xo'sh. Buni o'rgan hech narsa yo'q. Tashlamiz. Taxtani oldik, buni eltishimiz kerak. Temir ham bor o'zimizda ikkita va hokazo bu yerga borsak bo'ladilik. O'zi ana bular mazzani qochiradi.